Samanlık qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib chiqaylik. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston surgundi parlamentining 9-navbatlik umumiy yig'ini 10 noyabrdan 12 noyabrgacha Washingtonda chaqirildi. Filippin Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusidan chekingan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston surgundi parlamentining 9-qatimliq umumiy yig'ini 10 noyabrdan 12 noyabrgacha Amerikaning poytaxti Washingtonda chaqirildi. Amerika prezidenti Joe Biden va Xitoy qasabashi Xi Jinpingning yaqinlashgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbirida uchrashishdan burun Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston surgundi parlamenti 11 ayning 10 kunidan 11 ayning 12 kunigacha Sharq Turkistonning 9-qatimliq umumiy yig'inini chaqirmoqchi. Bu muhim yig'ilishning maqsadi 1933 yili 12 noyabr kuni e'lon qilingan Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining 90 yilligini, 1944 yili asliga kelgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining 79 yilligini xotirlash, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish tarixiy izlanishining pelikiga o't yaqish, xalqaro ommaga Sharq Turkistondagi krizisni tunutish, dunyoning diqqatini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga markazlashtirish, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga xalqaro jamiyatning diqqatini jalb qilish, yordamini qo'lga keltirishdan iborat. Umumiy yig'inga Sharq Turkiston surgundi hukumatining rahbarlari, Sharq Turkiston surgundi hukumati parlament a'zolari, Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turma hayotini beshdan o'tkazgan shahidlar, tunilgan sinologlar, ya'ni tunilgan Xitoy tili, madaniyati, tarixi va jamiyati qatorliqlarni tadqiq qilguvchilar, inson haqlari va davlat bexatarlik mutaxassislari, shundaqla hurmatga sazovor notiqlar qatnashadi. Boshlanish vaqti 2023 yili 10 noyabr kuni atdigan soat 9:30 da 15 minut burun yig'in maydoniga yetib kelish talab qilinadi. Adresi Hilton Baxçısı mehmonxonasi 2020 Richmond yo'li, Arlington, VA 22202 rayon. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inining chaqirilishiga to'g'ri kelgan Sharq Turkiston umumiy yig'ini Amerika prezidenti Joe Bidendan Xi Jinping bilan ko'rishish jarayonida Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishini to'xtatishga chaqiriq qilishni qayta talab qiladi. Uyg'urlarning mustaqillik ko'rishining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga birdan-bir hal qilish chorasi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyat va mustamlikasini oxirlashtirish ekanligini yana bir qatim ta'kidlaydi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining umumiy yig'inida yangidan saylangan rahbarlar demokratik ideyada ching turish va Sharq Turkiston xalqining erkinligi va kishilik huquqini qo'lga keltirish va'dasini berdi. Umumiy yig'in Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni kuchli chaqiriq qiladi. Xitoyning siyosati ostida ezilayotgan xalq uchun yuqori ovoz chiqaradi. Matbuotlarning bu munozaralarni xabar qilishdagi roli intayin muhim bo'lib, muhim shaxslar bilan aloqa qilishga va parlamentning muhim yig'inlarini xabar qilishga axborot vakillari taklif qilinadi. Filippin Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusidan chekingan. Xabarlar haftasi to'rining 6 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Filippin Xitoyning 3 cho'ng transportiga solingan mablag'dan voz kechadiganligini bildirgan. Ammo Amerika va Yaponiya boshqarishidagi organlarni o'z ichiga olgan boshqa joylardan iqtisodiy yordamga erisha oladiganligiga ishonadi ekan. Filippin qatnash transport ministrligi oldingi hafta qatnash ministri Hamim Baltistanning bayonotini naql keltirib, Xitoyning 3 cho'ng temir yo'l turiga, ya'ni 44 ingliz millilik temir yo'l va shaharlararo temir yo'l turiga qiziqmaydiganligini, shunga iqtisodiy yordam berishni xohlamaydiganligini aytgan. Hamim Baltistan o'zining Amerikaning boshqarishidagi Dunyo bankasi, Yaponiya hamkorlik organi yoki Osiyo taraqqiyot bankasi qatorliq boshqa manbalardan mablag'ga erishishiga umidvor ekanligini aytgan. Dushanba kuni Filippinning qatnash boshlig'i muxbirlarni kutib olish yig'inida Yaponiya, Hindiston va Koreyadan iborat 3 davlatning temir yo'l liniyasini mablag' bilan ta'minlash taklifini berganligini aytgan. Yaponiya Filippin ommaviy qatnashining asosliq mablag' solg'uvchisi bo'lib, bu davlatning 2029 yili ochiladigan tunji metro sistemasi qurilishiga 6 milliard 500 million dollar mablag' solgan. Shundaqla Filippinning poytaxtida yuqori suratli temir yo'l va
yenik temir yo'l sistemasini kengaytirishga va'da bergan. Bu bayonot davlatlarning Xitoyning qarz tuzaq diplomatiyasi bilan ayblashi va mo'ljarga yetmagan natijalardan keyin Xitoy imzo qo'ygan iqtisodiy tashabbusga nisbatan qiziqishning suslashishiga ergishib e'lon qilingan. Agar vatan xatar ichida bo'lsa, hamma narsa vatanni qutqizishga bag'ishlanadi. Biz irqdoshlarimizning davlatida yoki boshqa har qanday bir davlatda hayot kechirayotgan bo'lsakmi, yanala musofir. Biz xotirjam yashayapmiz deb har qancha ko'nglimizni paypalashga urinsakmi, o'ylanib baqsak biz yanala g'arib. Alloh oldidagi mas'uliyatimizni, o'tashga tegishli majburiyatimizni demagandimi, ko'zga ko'ringan, ko'ngilga ayon musha oddiy taraflar har qanday narsadan voz kechib, vatan uchun otlanishni talab qiladi. Irqdoshlarimizmi, din qarindoshlarimizmi bizning o'z ona vatanimizda makonlashib yashashimizni xohlaydi. Biz chorasiz qolganda rozilik ko'rsatdi. Ba'zilari qarshi turdi. Biz yanala yot. Vatan uchun fidokorlik ko'rsatilmagan xalq hech bir yerda xo'sh qarshi elinmaydi. Buning sababi o'zimizdagi g'urursizlik, vijdonsizlik, o'rinliqdan iborat. Sharq Turkistondan boshqa davlat bizning ona vatanimiz emas. Xalqi bilan bo'lgan irqdoshlik munosabatidan foydalanib, biz o'zimiz turayotgan davlatni ona vatanimiz deb maydonlarda baqirsak, bu xushamatchilikdan boshqa narsa emas. Bu xushamatchilikdan bizning qaddimiz ruslanmaydi. Aksicha o'zimizni tushirib olamiz. Mayli qaysi davlatda yashayli, bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilishdan iborat bo'lishi kerak. Undaq bo'lmay, Xitoyga bog'lanib, Xitoydan demokratiya, hurlik talab qilsak, davlatchilik huquqiga ega bo'lgan vatan uchun o'lishga tayyor mustaqil davlat xalqi past nazar bilan qarab kuladi xolos. Bizning putqulimizni, fikr qilish huquqimizni erkin dunyoda hech kim bo'g'ib qo'ymadi. Manfaatdan, arzimas huquqdan voz kecholmaslik yoki ro'yimizga o'rnab ketgan qo'rqish bizni vatanning mustaqilligi uchun jon-dil bilan kurash qilishdan tormozlab qo'ydi. Ba'zilar vatanning mustaqilligi uchun kurash qilishga sharoit bermaydi deyishi mumkin. Bizga hech kim sharoit yaratib bermaydi. Haqiqiy niyatimiz bilan Allohga tavakkul qilib, o'zimiz yo'lga chiqamiz. Zo'riymiz. Bizning irodamiz, bo'shashmay olg'a qarab menishimiz bizni natijaga boshlaydi. Sharoit yor bermaydi deb o'tirish yoki insonlikdan nasibasi yo'q zolim Xitoydan demokratiya talab qilish bizga hech nima ato qilmaydi. Dunyodan yo'qolib ketishga rizolik ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Barliq umidlar tugagan, askar yo'q, pul yo'q, dushman har tarafni qo'rshovga olgan ahvol ostida Mustafa Kemal Atatürk armiyanimi qurg'uli bo'ladi, pulmi tepiladi, g'alaba qozoniladi deb mustaqillik harakatini boshlatib, yoki o'lim yoki mustaqillik dedi. Bir necha yil ichida Turkiya Jumhuriyatini e'lon qildi. Ularni muvaffaqiyatga erishtirgan narsa ishonch, iroda, bosh egmas ruhdan boshqa narsa emas edi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.